Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar, charchamay turibsizlarmi? Hozir bir joyga keldik. Mana shu chiroyli uyni sizlar bilan bo'lishay dedim. To'g'risi o'zimga ham yoqib qoldi. Juda chiroyli uy ekan. Aziz obunachilar, bu uy sotilar ekan. Ehtiyot nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Hali o'zlari kelganlari yo'q. Narxini telefon qilib so'rab olaverasizlar. Xonasini ko'pligiga qarang bu. Hozir bittakidan tanishtirib o'tamiz. Gulxonaga turpoq tashab chiqishyapti. Menimcha bunisi hovuz bo'lsa kerak. Hovuz ham taxminan bir 10-15 tonnalik hovuz. Mana sahnasi. Xo'p, patologlar bitgan, o'zi tayyor xona ekan bashti. Aziz obunachilar, aboyli bo'lgan. Juda chiroyli uy bo'libdi. Xo'p. Birinchi xonamiz. Bu ikkinchi xonamiz. Patologi. Tipli polga shlankalari ham tashab ketilgan shekilli. Uchinchi xona bu. Aziz obunachilar, uchinchi xonamiz. Hammomlar tayyor. Svet ulanmagan shekilli. Aristoni bor. Hop, hammom tayyor. Bu uydamiz hammom ichida ekan. Shunaqa holatda qurilgan ekan. 3 ta xona. Hop, 4-chi xonamiz. Aboylari ham yaxshi, mo'yshi. Yaxshi aboy ekan. Xo'p, bu 5-chi xonamiz, obunachilar. Patologlar bitgan, tayyor. Svet ulanmabdi to'klari. Bu ham uydamiz, hammom bor ekan. Aziz obunachilar, menga yoqdi to'g'risi, zo'r. Juda chiroyli uy bo'libdi. To'g'risi to'g'ri hovlida bashti 1 2 3 5-chi xonamizga kirib chiqdik. 6-chi xona. Detskiy xona shekilli, bunisi sal kichikroq ekan. Hop, 6-chi xona. Xona ko'pligidan adashib qolyapmiz. Bunisi-chi. Oshxona mo'ljalda. Tipli polni montajlari. Mo'ljalda endi bitadi shekilli. Oshxonamizga kafel terilgan ekan. Truba montajlari bor. 7-chisi bu bo'lsa, aziz obunachilar, mana bu 8-chi xona.
maydoni 4 sotuq. Ko'pgina olardim, aqaba qilgan keyin. 25-16. Ha, Qodir aka. Siz o'yingiz videoda. Ponni patkul bitirishar ekan, xudo xohlasa.